Ko'zgu hikoyasi. Bir yigit har kuni tongda uyining oldidagi oynaga qarab, yuzidagi mayda dog'lar, sochining notekis joylarini ko'rib jig'ibiyron bo'lardi. Bir kuni u onasiga shikoyat qildi: "Onajon, bu oynani almashtiring, har kuni menga kamchiliklarimni ko'rsatadi." Onasi tabassum bilan javob berdi: "Bolam, oynani almashtirishning foydasi yo'q. Oyna sening kamchiligingni ko'rsatadi, ammo uni tuzatish faqat sening qo'lingda. Agar o'zini o'zgartirmasa, mingta oynani almashtirsa ham foyda bermaydi." Yigit bu gapni avval tushunmadi, lekin vaqt o'tib onasining hikmatli so'zlari unga singib bordi. U ko'zguga qarab o'zini tanqid qilishni emas, har kuni ozgina bo'lsa ham o'zini yaxshilashni odat qildi. Oradan yillar o'tdi. Yigit o'z ustida ishlagani sari hayoti ham o'zgardi. Kamchiliklar kamaydi, o'ziga ishonchi oshdi. Atrofdagilar uni hurmat qila boshladi. U endi ko'zguga qaraganida bir narsani anglar edi. Oyna odamni yomon ko'rsatmaydi, u faqat haqiqatni ko'rsatadi. Haqiqatni qabul qilgan inson esa o'zini o'zgartira oladi.